Xurshidjon Ahmedov, viloyat hokimining o'rinbosari, Farg'ona viloyat hokimining o'rinbosari. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana ikki mamlakatlarimizning prezidentlari 2021-yilning boshlarida shu ikkala respublikaning hamdo'stligi o'rtasida juda ham iliqlik borasida o'zlari yo'l ochib berishdi va shuni debochasi sifatida biz Farg'ona viloyati bilan Batken viloyatining o'rtasida hamma sohalar yo'nalishi bo'yicha biz hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Avvalambor bu yerda viloyat hokimimiz Xayrilla Hayitbayevich bilan Batken viloyati gubernatori Abdukarim Qoribekovich o'rtalarida memorandumlar imzolandi va shu qatorda investitsiya masalalari, turizm, qishloq xo'jaligi masalalari, ekonomika hamma yo'nalishlar bo'yicha memorandumlar imzolanib va buni hamkorlikda ishlari boshlab yuborildi. Bugun mana sizlar boshchiliklaringizdagi delegatsiya kelgani, buni xabarlaringiz bor. Farg'ona viloyati juda ham qishloq xo'jaligiga juda ham ixtisoslashganligi, bu yerdagi ko'chatchilik, bog'dorchilik, uzumchilik yo'nalishlarini tajriba almashish maqsadida mana Qirg'izistondan kelgan mehmonlarimiz bilan ham fikrlashib, sizlarning iqlimlaringizga mos ravishda tushadigan shu chiroyli ko'chatlarni qanday yetishtirilish borasida shu tajriba almashishga kelgansizlar. Biz o'zimizni mana bugungi kunda ko'chatchilik maktabida qanday yetishtirayotganimizni sizlarga ko'rsatib, maqsadimiz shu maktablarimiz Qirg'izistonda o'zini o'rnini topsa, agrar sohasida ham bordi keldilarimiz yana ham rivojlansa degan maqsad qilganmiz. Bundan tashqari bu yerda eksport masalalarimiz bor. Xabaringiz bor, mana Farg'ona viloyati juda ham oxirgi payt eksport, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha respublikada o'zini o'rniga ega bo'lib bormoqda. Nafaqat respublikada, endi biz maqsadimiz Qirg'iziston bilan hamkorlikda eksport masalalari bo'yicha ham ishlash niyatlarimiz bor. Qo'rg'onboyev Botirbek Karimovich, shu Qadamja rayoni hokim birinchi o'rinbosari bo'laman. Bugungi kunda o'sha O'zbekiston Respublikasining Ferg'ona oblasida ish safari bilan kelib o'tiramiz. Bu ish safar o'sha O'zbek Respublikasining prezidenti va Qirg'iz Respublikasining prezidentining 2021 mart oyida ikkala mamlakatlar o'rtasida kelishim tuzilgan o'sha o'zaro baylanishni yaxshilik bo'yicha ушул алкакта ушул бүгүнкү күндө райондун аймагында фермер чарбалар, ишкерлер, анан үрөнчүлүк чарбалардын башчылары, анан вино завод деп коет, ошолордун башчыларын алып келип, ушул практикалык жардамдар көрсөтөлү, тажрыйба алмашайлы деп келип отурабыз. Бүгүнкү күндө кызыгуу чоң болуп атат. Айрыкча ушул көчөтчүлүккө сиздерде алдында капельный тармактарда көп жакшы иштер болуптур. Жүзүм бактарга бардык. Көп жерлерди көрсөтүп атабыз. Ушул учурдан пайдаланып, ушул Фергана облусунун мамлекеттик администрациясына мындайча айтканда губернаторуна, хакимине ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизди кабыл алып, ушундай жерлерди көрсөтүп жаткандыгынан бүгүнкү күндө азыр кызыгып ушул көчөттөрдү сатып алсак деген дагы жарандарыбыздар болуп атат. Мындан арыдан эки облустун, эки райондун ортосундагы катнашты жакшыртыш боюнча иштерди алып барабыз деген ниеттебиз. Буга чейин азырдан келип көрсөтүштү, ушул баягы текстиль тармактарда чоң ишканалар көрсөттүк, кандай шарттарда жерлер берилип атат, кандай кредиттер берилет. Ушул баягы сиздерде иштеп жаткан фермерлерге ошолор боюнча тажрыйба алмашып көрүп атабыз. Насып болсо эми бизде дагы болгон жакшы нерселерди сиздерге дагы көрсөткөнгө, сиздерден биз үйрөнүп дегенде ушундай жакшы тажрыйба алмашканга келип. Бул жерде азыр мындай көрүп турасыздар, баардыгы кызыгып көрүп атат, сурап атат. Ушул баягы көчөттөрдү кантип көбөйтүп атасыздар, подвою кандай болуп атат, анан качан бышат, каяктарга экспорт кылып атасыздар, анан ушул жерге көчөттөр маслашканбы, ушул биздин климатка деген суроолор болуп атат. Анан ушул жерден көбөйтсөкпү деп азыр кызыгып ушул жерден алып кетсек, алып барып көбөйтсөк деген кызыктар болуп атат да. Bu meseleler boyunca o'rinbosari, bu kishi markaziy rahbar. Ko'chatchilik masalalar bo'yicha gaplashdik. Navdagi, xohlagan avloddagi ko'chat, qarlik bo'lsin, M6 bo'lsin, M19 bo'lsin, M16 bo'lsin, hamma turligini topib berish mumkin. Kalitstrada ham nimada? Marhamat qilamiz. So'raymiz. Отвойненки? Отвойненки. Высокорослый. İkinci yılda meyve besliyoruz. Dedik ya bana, bekledi. Bu noyabr oyida pişadi. Olma, kuzgi olma, asosiy bog'lagan turizmga yarim pakana hisobdagi ko'chatlarimiz hammasi bor.
Xohlasiz shaftoli, xohlasiz olma, xohlasiz beva, xohlasiz non, hamma turidan bor. Yoqmagan bor, yoqib pishadi. Yo'qlarni inak bor edi. Qani oldi. Hozirgi tarafda bizni Çok güzel bu. bizni yetishtirgan ko'chatlarimizni hammasi berilganlik hisobida sertifikat beramiz. Maqsadimiz sizlar bilan biz ishlab, o'sha yerda biz o'zimizni ko'chatni bog' qilib, biz ishimizni reklama qilmoqchimiz. Sertifikat o'zimiz beramiz. Biz olganmiz. Davlatga paxtamizda har bitta nima bo'yicha mana Bez virusni deb beradingizlar. va masalan, qo'shni davlat to'laydigan bo'lsa, Qirg'iziston uchun Qirg'izistonga olib berish. Yilda qancha Bir yilda 10 milyon 5 ming ko'chat chiqaramiz. Podvoy xohlagancha. Xohlasiz biz initrudan tashkil qilganmiz, laboratoriyamizdan bor. Podvoydan puli qancha? Podvoyimiz Biz rayonda da shu sizlarga kelib ekan. Memorandum kelishim qilib birga ishlaymiz degan nima bor? podvoydan xohlagancha ishlaymiz. Masalan bizdagi ko'chat Arzon etdi. Bu yer biz o'sha yaratgan ko'chatlar, o'sha kallik ko'chatlarimiz. O'zimiz shu usulda biz shartnoma asosida boshqa viloyatlarga, masalan, qo'shni davlatlarga keyin o'sha borib bag'ona qilib shu usullarni tashkillab beryapmiz. 1 gektariga 1200 ta ko'chat ketadi, meva ketadi bu yerga. Bu maqsad bu yerda ham sel hosilligidan, keyin ikkinchi joydan ham yutamiz. O'sha bo'yi baland bo'lmaydi, o'sha past holatda bo'ladi, rasa bo'lsa 50 sm o'sadi bu yerda. Shu holatda hozir mana shu bular hammasi ikkinchi yildan hosilga kirgan bular. Mana shuni boshlagan, mana shular hammasi beradi. Nishona ko'rsatyapti. O'sha bu ikkinchi yildan hosil beradi. Bu nima deydi? O'sha biz o'zimizning ko'chat yetishtirilganligidan bu isbot dalili, keyin sertifikatlanganligi. Ertaga sizlar bizdan sotib olgan narsani biz shu sertifikat orqali sizlar bilan shartnoma qilganimizdan keyin muammosiz isbot dalili bilan aytilgan sort chiqadi. Sizlarga biz shuni hisobidan shular agar kelishib birga ishlaydigan bo'lsak, xohlagan turingiz. Mana shu yerda bizning 120 xildan oshiq mevali ko'chatlarimiz bor. 120 xil turdan oshiq. Shu bo'yicha o'zimizda yetishtirilgan ko'chatlarni biz o'zimizda ilmiy xodimlar borib, shu sizlarda borib bog' qilib beradi. Masalan, o'sha kelishsak, shartnoma qilinganda bog'ini ham qilib berish o'zimizni hisob kitobga kiritsak bo'laveradi. Ishonchli bo'ladi. Biz ham xotirjam o'sha aytilgan bog'ni yaratib beramiz sizlarga. Qanaqa savollar bo'lsa bemalol so'raysiz. Telegramda bu hammasini bemalol sizlar bilan qo'shilsak, masalan, hozir Bishkekda biz chiqargan bir 50 gektar bog' qilganmiz. Shu birga ishlayapmiz o'sha yerda. Nurbek degan bola bor. O'zi o'shlik, o'sha Bishkekda nima qilganmiz, shu bola orqali ishlayapmiz. Normalniy hozir o'sha berilgan o'sha hosilni olishni boshladi shu yerda. Biz o'zimizni ishimizni o'sha yerda proba qilib ko'rganmiz. Normalniy xudo xolasa muammo bo'lgan joyi yo'q. Shuning uchun qanaqa nima bo'lsa, shu Telegramda agar ko'chatda bir bargida bir kasallik tushadigan bo'lsa ham o'sha rasmga olib yo syomka qilib tashalsa, biz o'zimiz ma'lumot beraveramiz. Shart emas, hali borib keldik nima qilishdan. Endi hozir bizda ilmiy markazi 400 gektar yerimiz bor. Mamlakatdan biz eksport bo'yicha bizda masalan yo'lni ochib bergan. Muammo yo'q. Kredit masalasida muammo yo'q. Biz endi keyin qanday bir chetga chiqib yoki chetdan yangilik olib keladigan bo'lsak, kerak o'sha o'zimizni hukumat bilan birga ishlaymizda, borib bizga borib chetga shartnoma qilishga, borib keldi hamma narsamizga yordam berishadi. Avvalo yurtdoshimizga rahmat, shunchalik sharoit yaratib berdi. Mana o'zlaringiz bilasizlar, chegaralar ochib qo'ydi hammasini.
qanaqa bir savol nimalar bo'lsa mana agronomlar javob beraveradi. Mutaxassislarimiz shu yerda yetadi. Rangi olmalarimiz bormi? Bor. Qaysi oylab? Qaysi? Olmalar. Rangi qaysi oylab tushadi? Yozganmi? Ha, rangi. Chong olmon edi. Maydan boshlanadi. Nima degan so'z? So'q go'zali bor, oq oyim bor, oq oyim. Chong olma bordi. Shu chang olmadi, shu oq oyim ikkovi bitta. Chang olma qo'ya. Chang bilan so'q go'zali ikkovi bitta. Hozir ko'rsatamiz. Bu Ular yerda bor, yozgan. baylayapmiz-da, shu holat bo'yicha shu oxirgi tochkasi shu yerda to'xtaydi bu. Qaysi? Ayva 1 bu. Ayva 1. Ayva 1. Abad karmi. Sorti, turetskiy sortlar. Bizda o'sha M6, M111, M109, Ayva 1, Garzilla, ular Ko'chatdan qancha olsan? Hammasi qo'shildi. ko'chatlarimiz 25 ming so'mgacha. Qimmat. Bih ayva 1. 8 ming so'mdan 25 minggacha bo'ladi. Mana shu uchun tez qo'shildi. Dollarga 2,5 dollardan o'sha 80 sentdan 2,5 dollargacha bo'ladi. Yaxshi. Mana nak. Bir xil. Mana oyami. Bir xil. Kalami.